Oq va qora. Hayotni oq tarafi bor, qora tarafi bor. Bir hafta yaxshi kayfiyatda, bir hafta yomon kayfiyatda. Bir hafta kuchli hamma narsaga epib keladigan insonga aylanadi. Bir hafta u insonni tanib bo'lmaydi. G'am, birdaniga kayfiyat yo'qolib qolishi, zavqning yo'qolishi, ba'zan bu sikllar bir oy unaqa, bir oy bunaqa. 6 oy oq, 6 oy qora. 1 yil oq, 1 yil qora. 3 yil oq, 3 yil qora kabi sikllarda ham bo'lishi mumkin. Bu kasallikning oti bipolar affektiv buzilish deyiladi. Bitta oq, bitta qora hayot sikllari. Bunda quyidagi shikoyatlar insonni qiynaydi. Bu depressiyani endogen turi bo'lib, ya'ni miyangizning depressiyaga tushishiga hayotingizdagi og'ir voqea emas, hech narsadan hech narsa bo'lmasa ham inson depressiyaga tushadi. Birinchi simptomi kayfiyatni o'z-o'zidan tushib ketishi, xursandchilik va zavqning yo'qligi. Birdaniga inson hayot energiyasini yo'qotib qo'yish, o'z-o'zidan yig'lash, o'rtoqlarga qo'shila olmaslik, qo'shilishni istamaslik, uyqu yo'qligi, uxlab olishning qiyinligi yoki judayam ko'p uyqu borligi. Erta tongda 3da, 2da uyg'onib uxlay olmaslik yoki kun davomida xuddi uxlagandek mutroq bosib yurish, bosh og'rig'i. Ko'krakda mana shu simptom ko'rsatishadi. Ko'krakda mana shu yerda bir narsa turibdi. Mana shuni olib tashlagim kelyapti. Mana bu g'am, mana betoqatlik, mana bu g'alati tosh, mana bu azob degan mana shundaqa qilib ko'rsatadigan simptom bo'ladi. Bosh og'rig'i va tanada g'alati og'riqlarni borligi. Insonni kayfiyati yo'qligi bilan birgalikda kelajakni ko'rib olish, o'ziga ishonchsizlikni, shunday butunlay mana shunday o'ziga ishonchsizlikni yo'qolib qolishi. Hayot nimagadir kelajaksiz. Hayot nimagadir umuman oldinda ko'ra olishning yo'qligi. Ishtaha yo'qligi yoki juda ko'p yeyish, qaror chiqara olmaslik, diqqatini biron narsaga qaratib, biron ishni boshlay olmaslik, jinsiy hayotni yo'qolib qolishi va o'lsammikin, yashagim kelmayapti degan fikrlarni bo'lishi. Bu simptomlar bilan birgalikda endi qachondir mana shu insonda maniya holati ham bo'lishi. Maniyaning simptomlari o'zini dunyodagi eng kuchli inson deb bilish, hissiyotlari to'laqonligi, bitta narsani qilish uchun oylab yiqqan pullarini ham kechib yuborish, birdaniga kredit olish, birdaniga qarindoshlarini mening bunaqa loyiham bor, albatta bo'ladi deb motivatsiya berib ishontirib olish. Maniya holati qachondir bo'lgan va endi depressiya holati birdaniga sal yaxshi bo'lib qoladi, keyin esa depressiyaga tushib, depressiyada azobdan, yig'idan chiqolmay qoladi. Bu kasallik gen kasalligi va uning o'zi faqat o'zi tuzaladigan dorisi bor. Bu dori litiy va litiyning umuman ziyonsiz ko'rinishini biz sizlarga taklif etamiz. Oq va qora depressiya. Inson hech narsaga bog'liq bo'lmagan holda, ya'ni uni hayotida bir og'ir o'zgarishlar bo'lib, yo'qotishlar bo'lib, kimnidir o'lib yoki depressiyaga tushishiga sabab bo'ladigan og'ir kunlar boshiga tushmagan holda o'z-o'zidan kayfiyat yo'q, umuman yo'q. Shu yig'lab o'tiradi. Nimadandir xavotirlanaveradi. Birdaniga yopilib qoladi.
Mana shu yerda o'zi ko'rsatadi. Mana shu yetimda bir narsa turibdi deydi. G'am deydi. Dunyo ko'ziga qorong'u ko'rinadi. Biron narsa qilgisi kelmaydi. Yotib oladi, qorong'uxonaga kirib oladi. Zavqlanish yo'q, dam olish yo'q. Uxlaydi, erta turib oladi, miya dam olmaydi. Diqqatini bir joyga qo'ya olmaydi. O'rtoqlari bilan bir xursandchilik qilishga borgisi kelmaydi va bipolar affektiv buzilishni qachondir maniya ko'rinishi bo'lgan. Maniya, ya'ni oq tarafi bo'lgan. Oq tarafi maniya holati qanaqa ekanligini hozir men sizga murojaatchining so'zlari bilan aytib beraman. O'g'limni psixiatrga olib borgandim. O'g'lim 20 yoshda. O'ylamasdan ko'p gapiradi. Ya'ni bu insonni miyasiga quyilib keluvchi judayam ko'p gaplar, fikrlar bo'ladi. Miyaga kelayotgan fikrlar bir-biriga bog'liq, bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan emas. Bo'ldi, buni qilaman. Hozir ketishimiz kerak. Hozir qarz olishimiz kerak. Hozir kredit olib borishimiz kerak. Orqa oldin o'ylanmaydigan fikr va to'xtovsiz gapirish. Bu eng sizni qo'rqitadigan simptom bo'lsin. Siz o'ylaysiz, bolangizga aql kiribdi-da, kredit olsa ham bir ishni boshlamoqchidir-da, yaxshi o'rtoqlariga qo'shilibdi-da, nimagadir aql kiribdi-da, qilmoqchi deb o'ylaysiz. Aslida mana shu joyda kasallik boshlanayotganini hatto yaqinlari ham bilmaydi. Va bu kasallikni asosiy simptomlaridan biri maniya holatda. Kayfiyat shunaqa zo'r bo'ladi, kechasi uxlamaydi. Uxlamasdan ham ishlaydi. 12, 13, 16 soat ishlagan kunlari bo'ladi. Ammo ishini mundoq qarasangiz, natijasiz. Ishlayveradi, lekin natija, pul kelishi, biron narsaga erishish degan tarafdan qarasangiz, natijasiz 16 soatlab ishlash. Puli bo'lsa o'ylamay xarajat qilish. Ayniqsa bu maniya holatlarida o'sha XBet o'yinlariga kirib ketish, to'xtovsiz kechasi bilan uxlamasdan o'ynash holati ham bo'lishi mumkin. Yolg'onlar gapiradi. O'zini kim dunyoni eng katta insonidek ko'rib, o'zi ham shu narsaga ishonadi. Do'st dushmanni farqlamaydi. Masalan, avvallar o'zi tiyilgan insonlari bilan birdaniga yaqin bo'lib, birdaniga yaqin qandaydir ishlar qilardi. Agar uni yaqin bilgan insonlar o'sha paytda kuzatsa, farqlanmas seksual munosabatlar boshlanadi. Bugun u bilan, ertaga bu bilan, undan u bilan. Va masalan, qonunni buzish holatlari, mashinani olib ketib minish, mashinani hech kimdan beso'roqsiz notariusda kimgadir oformit qilib undan pul kelib turishini aytish, uni yashirish uchun ota-onaga yolg'on gapirish maniya holatlarida bo'ladi. Undan keyin birdaniga o'sha inson yopilib qolib, depressiya holatiga kiradi. Bunda mana shu litiy dorisi nasroyeniyani, kayfiyatni barqarorlashtiruvchi, depressiya holatida men o'lgim kelyapti degan holatni yo'qotishiga asosiy hech qanaqa ziyoni yo'q. Mana shu bioaktiv добавка, ya'ni sizga ziyonsiz moddani taklif qilsak bo'ladi. Mana shu bipolar affektiv buzilish haqidagi mana shu kitobni eng kerak joylarini men sizlarga ko'rsatib bersam agar, mana shu kasallikda o'zi aytib turibdiki, siz maniya holatida ham, depressiya holatida ham qiladigan ishingiz litiy berishdan boshlashingiz kerak deb turibdi. Ammo litiyni dori formasi bor. Dori formasi faqat va faqat shifokor tarafidan beriladi va uni nojo'ya ta'sirlari ko'p bo'lganligi uchun biz har doim qonda litiy miqdorini aniqlash orqali nazoratda ushlab turishimiz kerak. Hamda litiy u boshqa turi, karbonat turi
litiy karbonat turida buyrak kasali bor insonlarga mutlaqo mumkin emas. Ammo litiy aratat turi, tabiiy turi, bioaktiv добавка turida buni 12 yosh bolalardan ham, 12 yoshdan ham mana yozib qo'yibdi, qo'llash mumkin. Bu qanday bo'ladi? Bipolar affektiv buzilish bolalarda ham boshlanishi mumkin. O'smir yoshida u o'yinqaroq, uydan qochadigan, otasini mashinasini minib ketib qoladigan holatlarda ham bu kasallik boshlanayotganligini faqat va faqat shifokor aniqlab beradi. Bu dori bizning hujayramizni ichida, bu BAT dori emas, bu BAT bioaktiv ozuqa bizning hujayramizni ichidagi mitoxondriyalarda energiya paydo bo'lishini, ya'ni kuch paydo bo'lishini aktivlaydi, oqsilni, o'sha oqsil ishlamay qolgan bo'ladi, aktivlaydi va inson qandaydir bir kayfiyatga ustun bo'ladigan kuchga ega bo'ladi. Bu bioaktiv добавкani kayfiyati yo'q bo'lgan boshqa holatlarda ham qo'llash mumkin. Ya'ni asab tizimi va miyaga quvvat bo'lsa, sizning kayfiyatingizga o'rtoq va sizning ichki dunyoyingizga ustun bo'ladigan normativik ta'sir qiluvchi modda hisoblanadi. Agar sizda, yaqinlaringizda oq va qora depressiya bo'lsa, o'g'lingizdami, qizingizdami, o'zingizdami, bilingki bu avlod suradigan kasallik bo'lganligi uchun yana kimlardadir, xolada, amakida, tog'ada uchrashi mumkin. Agar mening aytayotgan sizlarga kasallik haqidagi bilimlarim 1, 2, 3, 4 hammasi o'xshayapti degan xulosaga kelsangiz va shu diagnoz borligi haqida taxminiy bir xulosa chiqarsangiz, bizga albatta murojaat qiling. 95 166 26 62 Psixomed klinikasi. Men psixiatr Zebin Sahmedovaman va oq va qora sizga ko'rsatib berish uchun bu holatdan chiqqan holda, shifokor holda 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qiling va bizning Psixomed 24 klinikamizni psixoterapevtik va davo muolajalari xizmatidan foydalaning. Psixiatr drzeminso.uz saytlaridan ushbu kasallik haqida maqolalarimizni o'qishingiz, YouTube kanalida esa batafsil to'liq bu kasallik haqida ma'lumot olishingiz mumkin.